Yo'q kamera. Mana unaqa tayyor etilgan quyonlarimizdan sotamiz mana. Kilosi 4 kiloga yaqin bo'lib qolgan mana. Katta, to'roli quyonlari sotiladi mana shular. 350 mingdan samkalar tayyor. Sameslarning xuddi shunaqalarini 250 mingdan, samkalar 350 mingdan mana. Buni ko'rishinglar mumkin. Agar go'shtga so'yaman desanglar ham mana yo'q qilib ham olamiz. Mana oyoqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana yo'q, mana qalin go'shtga to'lib bo'ldi. Bular toza yem bilan yemlangan yaxshi quyonlar. Bular 350 ming, sameslari 250 mingdan. Agar ko'proq olaman deydiganlar bo'lsa, yana kelishtirib yo'lini qilib beramiz. Keyin mana bitta ham kichkinaroq bo'lsa o'zim katta qilib olaman. Misol uchun uyda 4-5 inchdan bolalar bo'lsa, berib qo'ysanglar bir parini. Hozir qo'shnim ham o'sha boqyapti, tug'yapti xursand. Uyda tayyor go'sht bo'laveradi mana. Bunda ham ancha go'shti bor. Hali kichkina. 2 oyda hozir ko'rsatganimdek aka bo'ladi. Mana shular 2 oylik quyonlar mana. Xo'p. Mana bitta yana bundan ham kattaroqlari bor mana. Mana bularni mana 3 oylik quyonlar mana. 3 oylik quyonlarimiz 250 mingdan bular. Samkalari. Xuddi o'shani sameslari bor. Buni 200 ming so'mdan beramiz. Mana terilar top-toza, chiqadi kasal bo'lmagan. Mana buni lekin mana 250 mingga oladigan bo'lsangiz, mana buni so'ysangiz, misol uchun ancha go'sht chiqadi. Sog'lom. Agar xohlasanglar, aloqaga chiqsanglar 33lik 843 2347 ga so'yib bering aka. Biz so'yib ham dastlabki qilamiz Toshkentga. Yandexdan chiqarib yuboramiz. Bemalol aloqa qilaverasizlar, xudo xolisa.